Azizlar, ta'lim, tarbiya muhim narsa. Yoshlarni tarbiyasi juda, ya'ni suv va havodek zarur. Yoshlar tarbiyasiga bee'tibor jamiyat, demak u jamiyat parokanda bo'ladi. Yoshlar qanchalik tarbiya bo'lsa, odobli bo'lsa, ilmli bo'lsa, bu jamiyat rivojlanadi. Bizda azaldan demak o'sha saroy ahllari bo'lsin, tojirlar bo'lsin, kasb va kor bo'lsin, hammalari farzandlarini tarbiyasiga, ilmiga, odobiga alohida e'tibor qaratganlar. Harun ar-Rashid Asma'iy degan ustozga, katta alloma olimga farzandlarini tarbiyasi, ilm olishi, odob o'rganishi uchun u kishiga topshiradilar. Bir kun qarasalar, Hazrat Asma'iy tahorat olyaptilar, u kishining o'g'illari suv qo'yadilar. Shunda xalifa Harun ar-Rashid, katta podshoh tasavvur qiling, sal e'tiroz bildiradilar. Shunda Asma'iy qo'rqib qoladilar. U kishining o'g'illarini tahoratga suv qo'yayotganligidan demak ranjidilar shekilli degan xayolga bordilar. Hazrat Harun ar-Rashid keldiki, ey ustoz, men bu bolani sizga nima uchun berdim? Ta'lim, tarbiya, odob o'rgatsin deb berdim. Nega bu sizga suv qo'yapti-yu, bir qo'li bilan oyog'ingizni yuvmayapti? Siz bunga suv qo'yishni ham o'rgating va bir qo'li bilan oyog'ingizni yuvishni ham o'rgating dedi. Ana odob, ana ehtirom, ana ustozga bo'lgan hurmat. Podsholar ham, saroy ahllari ham mana shunday bo'lgan. Mana shunda u bola tarbiya topadi, odob topadi, ustozga ehtirom ko'rsatadi. Usmonli saltanatlardan bir podsho Oq Shamsiddin ustozga, katta allomaga o'g'illarini beradilar, dars beradilar. U kishi sinfda ko'p bolalar qatori, u ham ilm olyapti va u otasini demak amaldorligidan, otasini demak ya'ni katta lavozim ekanligidan demak g'ururlanib bolalarni mensimaydi, ustozga parvo qilmaydi, darsni tinglamaydi, beodob gaplarni gapiradi, ustozni ham tanbehiga quloq solmaydi. Agar menga yana shunaqa tanbeh va boshqa yo'llarni tutmoqchi bo'lsangiz, otamga aytaman, sizni ta'ziringizni beradi degan ulf fakrda bo'ladi. 1, 2, 3 bir hafta davomida, 11 oy davomida shunaqa. Keyin Hazrat olim, ustoz haligi bolani otasi amaldor podshoni oldiga boradilar va aytadilar, shunaqa o'g'lingiz shunaqa behurmatlik qilyapti, demak darslarga beparvolik qilyapti, janjal qilyapti, bunga gapirilsa, tanbeh bersa sizni pesh qilyapti va siz orqali ta'zir beraman degan da'volarni qilyapti deydi. Haligi podsho ustozga aytadilar va bir ustozga bir taklifni beradilar. Ustoz yo'q, qanday bo'ladi, bunday qila olmayman, qattiq ta'kidlaydilar. 1 emas, 2 emas, qilasiz dedilar. Darsga borib turing, sinfga borib turing, men kirib boraman dedilar. Haligi podsho ustozga ajoyib bir demak tadbirni o'rgatgan edi. Haligi ustoz dars berayotgan jarayonida podsho eshigini ochib kirdi. Ustoz aytdilarki, ey beadab, nega kirding? So'ramasdan, taqillatmasdan, odobsiz nega kirding deb haligi podshoga dabdabaq bilan chiqarib haydadilar. Chunki podsho o'zi shu tadbirni o'rgatgan edi. Qaytib kirdi, taqillatdi, uzr so'radi, odobsizlik qildim, kirsam maylimi deganda, ya'ni kirdi. Yana ustoz unga jerkib, demak bunday bo'lmaydi, yana bunaqa qilsang ta'ziringni beraman deb podshoga aytadilar ustoz. Demak ustoz bu joyning o'z nimasi bor, ustozga hurmat qilish kerak,
odob ko'rsatish kerak. Ya'ni demak behurmat qilmaydilar, odobsiz qilmaydilar. Ya'ni so'roq demak izin so'ramasdan kirmaydilar deb bir necha tanbehlarni berib, keyin chiqarib yubordilar. Bola ko'rib turibdi buni. Otasini orqasidan demak kerilayotgan, manmanlik qilayotgan, kibrga berilayotgan bola bu holatni ko'rdi. Otasini ustozni oldida qanday, ya'ni ta'zim bajo qilan, ehtirom bilan, odob bilan muomala qilganligini ko'rdi va musichaday, ya'ni suvga tushgan tovuqday pisillab qoldi. Shundan keyin uni sasi chiqmadi, ovozi chiqmadi. Shu qarang, ta'lim, tarbiyani usulini qarang. Ustozga bo'lgan ehtiromni qarang. Demak, ustoz ehtirom ko'rsatilinsa, o'shanda bola tarbiya topadi, kamol topadi. Hozirgi vaqtda ba'zi yoshlarni ko'ramiz. Maktabda bo'lsin, oliygohlarda bo'lsin, ba'zi joylarda bo'lsin, ustozlarni mensimaydiganlar bor. Ustozlarni kamsitadiganlar bor. Bu demak bunday boladan demak hech narsa chiqmaydi. Ustozga ehtirom ko'rsatmagan, ota-onaga hurmatini joyiga qo'ymagan farzanddan demak u yetuklikka, kamolga yetmaydi. Ustozlarni ehtirom qilsak, ularni hurmatini joyiga qo'ysak, o'sha farzand, o'sha shogird ikki dunyosi inshaalloh obodu ma'mur bo'ladi. Alloh hammamizni ustozlarga ehtirom, hurmatni o'zrinida qo'yib, ularga sadoqat bilan xizmat qilib ilmlaridan bahramand bo'lmoqlik nasib va muyassar aylasin. Yurtimizga ustozlarga ehtirom yana kuchaysin. Demak, qaysi yurtda ustozlarga, ahli ilmga bo'lgan hurmat, ehtirom bo'lsa, o'sha jamiyat taraqqiy topadi, insha jamiyat yuksaladi. Alloh hammamizni ikki dunyoda aziz va sarbaland aylasin.